Assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan obunachilar va kuzatuvchilar. Bugungi o'rganadigan va tahlil qiladigan asarimiz bu jahon bestselleri asarlardan yana bir va bu asar angliyalik yozuvchi George Orwellning Molxona asari hisoblanadi. George Orwellni ko'pchilik biladi. 1984 ta romani bilan mashhur. Kimlardir o'qigan, kimlardir o'qimagan, kimlardir eshitgan bu asarni. Va o'sha asar ham bestseller asarlardan hisoblanadi. Bugungi o'rganadiganimiz, tahlil qiladiganimiz bu Molxona asari hisoblanadi. George Orwellning asari va bu asar buyruqbozlikka, soxtalikka, voqealarni o'zgartirishga, tarixni o'zgartirishga, insonlarni o'z zug'umi ostida ushlab turishga o'xshatilgan asar hisoblanadi. Bu yerda aytiladiki, asar g'oyasidan kelib chiqib asosiy namuna sifatida esir olinganligini faraz qilish mumkin. Bu asarda nimalar yoritilgan? Sotqinlik, voqealarni va fikrlarni soxtalashtirish, o'z maqsadlari uchun tarixni o'zgartirish va o'z maqsadlari uchun kimlarnidir qurbon qilish. Qurbon qilishlik o'z maqsadlari yo'lida, o'z nafsi yo'lida va o'z buyruqlari va o'z andozalari yo'lida yonidagi insonlarni qurbon qilish keltirilgan. Endi bu yerda eng asosiy qahramon bu yerda cho'chqalar hisoblanadi. Napoleon ismli cho'chqa va undan tashqari bu yerda Benjamin ismli eshak bor yoki Bruce ismli ot bor yoki undan tashqari bu yerda eng qattiq namoyandalardan biri va eng asarda sizni g'azabingizni qo'zg'aydigan Snowball ismli cho'chqa, donishmand deyishadi uni. Ularning o'zlarini g'oyasi bor edi. Ya'niki Angliyada hayvonlarga qiyinchilik bor. Angliyada hayvonlar faqat insonlar manfaati uchun ishlaydi. Nima uchun? Biz o'zimiz mehnat qilib, nima uchun birov uchun mehnat qilamiz? Birovning manfaati uchun mehnat qilamiz deb o'sha Napoleon va Snowball ismli cho'chqalar bosh ko'tarishadi. O'z egasi Mr. Jonsni o'z uyidan haydab chiqarishadi. Qurol ishlatishni o'rganishadi va molxonadan, ya'niki molxo'radan haydab chiqarishadi. Va molxo'ra yoki molxona qo'rg'oncha molxonasi deb atalardi. Insonni haydab yuborgandan keyin u yerga hayvonobod deb nom berishadi. Insonni haydab yuborgandan keyin o'zlariga 7 ta qonun tuzib olishadi. 7 ta qoida. Ular qilinmaslik shart bo'lgan qoidalar hisoblanadi. U qoidalar 7 ta edi. Bular qaysilar? 7 ta arkon. 2 oyoqda yuradigan har kim dushman ular uchun. 4 oyoqda yuradigan yoki qanoti bor har kim birodar, ular uchun do'st. Hayvonlar kiyim kiymaydilar, lekin asarni oxirlariga borib Snowball hamma qonunlarni birma-bir o'chirib, ana shu qonunlarga zid yura boshlaydi. 4-qoida: hayvonlar to'shakda yotmaydilar. Oxirida o'sha Mr. Jonsning uyiga kirib, o'sha to'shagida yota boshlaydi o'sha Snowball. Hayvonlar sharbat ichmaydilar va juda mayparast bo'lib ketishadi oxirida cho'chqalar. O'sha hayvonlarni u yerdagi otlar, eshaklar yoki tovuqlar yoki itlar ishlagan oylikni, ishlagan pulni deyarli 80-90% ni o'zlarining nafsiga, jig'ildoniga urib yuborishadi va voqelikni o'zgartirishadi. Har doim insonni yomon yoki asarning o'rtalariga kelib Snowball Napoleonni haydab yuboradi. O'zlari tegirmon qurishga harakat qilishadi, qurishadi ham, uni to'g'on buzib ketadi. Uni to'g'onni buzdi emas, uni Napoleon buzib ketdi. Napoleonni yomon ko'rsatish uchun, o'zini birodarini yomon ko'rsatish uchun bu ishlarni qilishadi. Va hech bir hayvon boshqa hayvonni o'ldirishi mumkin emas degan qonun ham qo'yishgan. Barcha hayvonlar teng huquqlidir. Buni o'qisangiz esir tizimi kirib kelgan paytda, ya'niki 1917-noyabrda kirib kelgan o'sha revolyutsiya deyishadi. Muqaddas oktyabr deyishadi. Podsholik yiqilgan va o'rniga muvaqqat hukumat keyinchalik 1922-yilda Sovet Sotsialistik Soyuzning respublika tuziladi. Va bu asosda boylarning mulklari talon-taroj qilinadi, dehqonlarga yer beriladi va o'rta toifa bo'ladi, hamma teng bo'ladi degan bo'lar bo'lmas amalga oshmaydigan qonunlarni qo'llashadi. Hozir ham ko'pchilik aytishadi, Moskvada bo'lgan 100 so'm gugurt Toshkentda ham yoki Xorazmda ham 100 so'm bo'lgan degan qarash bor. To'g'ri, 100 so'm bo'lgan. Lekin bizning erkimiz qayerda bo'lgan?
o'zimizni na tilimiz bo'lgan, na o'zimizni pul birligimiz. O'sha Islom Karimovning gapi bor, birinchi hukumat davridagi. Bitta mix o'zimizni zavodda ishlab chiqarilmagan. Ko'plab iqtisodiy ishlab chiqarishlar Rossiyaga qaram bo'lib qolgan va o'zimizni ishlab chiqarilgan narsalarni aksariyati Rossiyaga olib ketilgan. Hattoki manbalarda keladi, o'sha Murunto oltin koni topilganda yiliga 50 ming tonna oltin olib chiqib ketilgan. 50 ming tonna, o'ylab ko'ring. 50 ming tonna yiliga oltin olib chiqib ketilgan O'zbekistonda. Va hammasi juda chiroyli yozilgan, birodar-birodarlar so'zi bo'lgan. Snowball bu yerda asosiy rolni o'ynagan. Napoleon ikkalasi. Napoleon degan cho'chqani keyin Snowball otadi. Qurol ishlatish mumkin emas edi bularda o'zi qonunda. O'zlarining qonuniga o'zlari amal qilmasdi. Insonlar bilan hamkorlik qilish mumkin emas deb u narsani taqiqlab, o'zlarini ehtiyojlariga zid ravishda ikki oyoqli insonlar bilan bular savdo qilishadi. Molxonadagi o'sha hayvonoboddagi ko'plab narsalarni ikki oyoqli insonlarga sotib yuborishadi. Va uni o'rniga musalla solishadi. Ya'niki bu paytda vino deyishgan, ya'niki shu mahsulotni olishgan. Va ko'plab joylarda Napoleon ombordagi bo'sh xumlarni qum bilan to'ldirib, ustida qolgan qutgan don va unlarni sepib qo'yishni buyurdi deydi. Bu yerda Snowball Napoleonni yomon ko'rsatish uchun ko'plab bo'xtonlar uyushtiradi. Napoleon davlat uchun, o'sha davlat o'zlarini, ya'niki hayvonobod uchun ko'plab rejalar, kelajak uchun ko'plab rejalar qilgandi. Lekin bu Snowballning manfaatiga to'g'ri emasdi, cho'chqalar manfaatiga to'g'ri emasdi. Hayvonlar manfaatiga to'g'ri keladi. O'sha paytda men o'zim shu yerda bir ot bor, Bruce degan ismli ot bor. Bu ot shu darajada ko'p mehnat qiladiki, biz o'zbeklarga, ya'niki Turkiston aholisiga juda qattiq o'xshatib bordim. Ya'niki bizni dehqonlarimiz juda qattiq mehnat qilishgan. O'sha davrda 200 minglab gektarlarni o'zlashtirishgan, o'sha Amudaryo va Sirdaryoni yonidan kanallar chiqarilib. Sovet davlatida. Dohiyimiz o'rtoq Napoleon deb murojaat qilishgan. Dohiyimiz o'rtoq Napoleon. Dohiy deyishgan uni. Va asarda shunday keltiradiki, boksyor deyishadi, yarador boksyor. Ya'niki boksyorni yana bir ot bu ham va o'sha jonini jabborga berib to o'lgunicha xizmat qiladi o'sha hayvonobod uchun va u yerda o'zlari hosilni ekib, hosilni yig'ib olishadi o'zlari. Va o'sha hosilni qarang. Hosilni ikki oyoqli mavjudot hammasi bizga dushman degandik o'sha 7 ta arkonida. Lekin birinchi arkonni o'zini buzishadi. Ya'niki donni ortiqchasini Napoleon va Snowball ular boshqa hayvonlarga bildirmasdan sotib yuborishadi. Va o'rtada yana bir asarning qiziq joylari bor. O'sha Mr. Jones boshqa og'ilxona, ya'niki molxonalarni, og'ilxonada bu o'sha ho'kiz so'yadigan joyni aytishadi. Molxonadagi boshqa qo'shni molxonalarni odamlari bilan kelishgan holda jang qilishadi. Qaytadan o'sha molxonani egallab olishga harakat qilishadi Mr. Jonesni yonidagilar. Va bu narsani eplay olishmaydi. Chunki hayvonlar qurol ishlatishni o'rgangandi va o'zlarini himoya qilishni o'rgangandi. Otni tepishi, eshakni tishlab olib yoki tepishligi asarlarida keltirilgan. Va bu asar ko'plab sizni hayratga soladigan joylari bor va insonni junbushga keltiradigan joylari bor. Bu yerda aytadiki, eng avvalo hayvonobodning qonunlari edi endi shakllanayotganda nafaqaga chiqish yoki otlar va cho'chqalar uchun 12 yil, sigirlar uchun 14 yil, itlar uchun 9 yil, qo'ylar uchun 7 yil. Ya'niki pensiyaga chiqish deyapti bu yerda. Pensiyaga chiqib ular pensiya ham olishgan. Pensiyaga yiliga 2 qop g'allami shunaqa berilgan. Nafaqat miqdori keyinchalik belgilanishi kerak edi. Nafaqa miqdori. Garchand hali hech bir hayvon nafaqaga talabgor bo'lmagan bo'lsa-da, bu borada tez-tez gap aylanayotgandi. O'zi nafaqaga chiqish sigirlarga 14 yil, otlarga 12 yil qilib qo'yildi-ku. Bu yerda o'zi o'lguningcha ishlaysan degan narsa bor-da, o'lguningcha ishlaysan. Chunki 12 yil yoki 14 yil davomida qishgacha ishlash bu hayvonlar uchun juda qiyinchilik olib kelgan. O'sha tegirmon qurishda ham 2 yil harakat qilishadi, u tegirmon yana buzilib qoladi. O'sha boksyor ismli ot
o'zini joni jabborga berib juda ko'p harakat qiladi. Hayvonobod uchun juda ko'p harakat qiladi. Sodda, g'irt sodda o'zbegiga o'xshaydi bizni yaxshilab o'qib ko'rsangiz, asarni o'rganib ko'rsangiz. Kuzda deyarli bir vaqtda 4 ta ona cho'chqa to'lg'oq tutdi. Ular 31 ta cho'chqani dunyoga keltirdilar. Bular navqiron avlodning hammasining terisi chavkar oila bo'ladi. Endi bu yerda oila bo'lgan edi deyapti. 31 ta cho'chqani boqqan bular. Cho'chqalar ishlashmagan, dohiylar ishlashmaydi, donolar ishlashmaydi. Ular aql o'rgatishadi degan qarash bo'lganda endi bularda. Va o'sha 31 ta cho'chqani boqishgan, shuncha mehnat qilib cho'chqalar bu yoqda yeb yotishganda bizda ko'plab sohalar hozirgacha shunday, kimdir jon jabborga mehnat qiladi, bu yoqda davlat pul ajratiladi. Davlatni ajratilgan pulni esa kimdir jig'ildoniga urib qo'yadi. Palon milliard ajratildi deydi, lekin u pul yo'q. Ta'limga palon milliard, yo'lga palon milliard, tibbiyotga palon milliard ajratildi, lekin mana shu turishda rivojlanishimiz bor, lekin u darajada emas. Ajratilgan pul salmoqli pul, lekin qani o'sha ishlatilgan pullar? Endi bu yerda asarda shu darajada ko'p gaplar aytiladiki, buni o'qishimiz kerak va haqiqatdan tarixni salgina o'qib turib bilmasak, buni yoritib o'zimizga tatbiq qilish sal qiyinroq bo'ladi va bu manfaatli bo'ladi degan umidda bu asarni aytishni va bu asarni tahlil qilishni tugatamiz. O'qishimiz kerak bo'lgan asarlardan, jahon bestseller asarlaridan Molxona Jorj Orwell. Sog' bo'lasiz va bu asarni o'qiymiz degan umiddaman.